Gullar ham Namanganda festivalga tayyorgarlik ko'ryapti desam ishonasizmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Namangan gullari har yili bu yilni intiqlik bilan kutadi. Qachon boshlanarkan hayrat bilan boqishlar, millionlab mehmonlar, raqslar, turli xil ko'ngilochar tadbirlar, vaular deya. Bu shunchaki gul emas, bu Namanganning yuragi, musiqaga cho'yayotgan bargi, bayramga chorlayotgan iforidir. Festival kuni ular butun jahonga o'z chiroyini ko'rsatishadi. Qarang, biz tayyormiz. Sizchi? Bu yil 64-marotaba chiroy, shodlik va guldek go'zal xotiralarga to'la kunlar sizni kutyapti. Keling, ko'ring, yuzlab gul turlari, minglab tabassumlar, millionlab taassurotlar barchasi bir joyda. Namanganda ko'rishguncha.